qancha g'aplab kesib yurarsan, bu dunyodan xiyol surib o'tamsan. Axir vatan yagonadur bilmamsan. Aytqin do'stim, nima qildim vatan uchun? Ey Xudoyo, qo'ydim shuncha jafolarga, har zaratim o'ziga kelgan mehmonlarga. Yamuldu avam xalqim qasqirlarga, ey qarindosh, nima qildim vatan uchun? Hisdaşlığımızı bildirimiz. Kulağı kökler gelip çıkıp Xitayning tanklarına, miltiqiga, avtomatiga qaramay namayish o'tkazib, bizning haqqimizni talab qilganligi uchun shahid bo'ldi bular. Bularga yana bir Allohdan rahmat tilaymiz. Abdulaziz siyosiy rahbarimiz, ma'naviy yonimiz Robiya xonimninki nutqi bilan boshlaymiz. Yana 7. ayının 5'i, bunundan 4 yıl burun sizler için Washington'da faşist Xitayning elçixonasi oldida diktaturaga qarshi o'lib ketgan qarindoshlarımızning, turmida yotgan qarindoshlarımızning yetkazolmagan ovozini biz bu yerda mishada turib butun dunyoga anglatamiz. Hem ularning noroziligini, ularning ko'zdan oqqan yoshlarini, hem ularning demoqchi bo'lgan gaplarini biz bu yerda deymiz. Hem Xitoy fashistlarga, Xitoy diktatorlariga qattiq norozilik bildirib, biz shu yerdagi, shu vaqtdagi hamma shehidlarimiz, hem biz uchun azob tortayotganlar uchun bu yerda qayg'uramiz, hem shu kunni eslaymiz. Maşal Lükşünde qanchalik adam öldü? Lükşünde 35 adam öldü mü? 35 adam çıkıp 35 adam ölemdi qarindoshlar. 200-300 adam çıkkanda onunki 35 adam öldü. 200-300 adam jenidan keçip ner tatib pichoqni ko'tarib chiqqan vaqtida 35 adamni Xitoy hukumati e'lon qildi. Endi Xotandichu 200 bala aldıda motosikletni ketib qolgan odamni, motosikletni bikadimika mechitdan chiqib ketyapsa, o balla Allahu Ekber deb bir eg'iz deb qo'yg'iniga berib, 3 odamni etib ikkisini naq maydonda o'lib, birisi yordar bo'lib ekan, butun xalq qo'zg'alib, mechitning oldi bilan mang'ayadi, hammasini o'qitib etib, oran 15 odam o'ldi deb e'lon qildi. Qarindoshlar, xalqimiz yuzlab o'lyapti. Minglab turmushga kiryapti. Mana bugun Xitoy diktatorlariga mushtimizni ko'tarib tinchlik bilan ish mush bo'ladi. Bizning qarindoshlarimizni terrorist. Voy, ular pichoq ko'tardi, ular bulangchi dedi. Ular hech qachon terrorist emas. Avtomat ko'targan, tanki bilan bostirgan, shu askar bilan bostirganlar terrorist. Ular o'zining axloqiy g'ururi vatani uchun sening qo'lingda hamon o'lar ekanmiz, uningdan ko'ra pichig'imizni ko'tarib, seni yurganga xanjarni serib o'limiz deb o'rganlar. Ular bizning fidokorlarimiz. Ular bizning qahramonlarimiz. Hech qachon ular terrorist emas. O biz uchun, ular dunyoga tahdid sag'ini yo'q. Ular har millat tinch xalqiga tahdid sag'ini yo'q. Hozir o'zinglarning ko'nglingizdagi hamma gap bilan Xitoy fashistlarga butun noroziliginglarni bildirib, bugun Xitoy fashistning bizning xalqimizning qiniga qon, jiniga jon, biriga bir hisob oladiganligimizni,
bir bu Uyg'urning buningdan to'xtamaydiganligini, oxirgi minutimizgacha kurash qildiganligimizni, vatanimiz bizning Uyg'ur xalqining Sharq Turkistonni biz cho'qim ozod qiladiganligimizni qayd qilib, har yil 5-10 qitim kelib mishati tushuntirib menishimiz kerak. Xitoyning uxlab qolgan uyqusini biz bu yerda etishimiz kerak. Qarindoshlar, mening gapim tugidi, namoyish qilsanglar, boshlasanglar bo'ldi. Rahmat. Now I would like to invite Dr. Yang Jali, the president of China Initiative. He is one of the staunch supporters of the Uyghur movement and he issued recently a statement condemning the Chinese policies in East Turkestan in recent crackdown. Thank you very much. Free Eastern Turkestan! Free Eastern Turkestan! It's clear, my Uyghur brothers and sisters, what we gathered here to commemorate the July 5th incident that took place 4 years ago. Today, I think it's a time to break this vicious cycle. We must stand up together against the evil policy and fight for freedom for us all. My dear brothers and sisters, I respect you as a people who have every right to determine your own future. Nobody but yourself can determine your future. Nobody but yourself can represent yourself. Nobody but yourself can tell whether you are happy or not. Yes. I must admit that my dear brothers and sisters and other so-called minority groups have been subjected to additional layers of the violence of China's regime against the Uyghur people, the people against the humanity. But my dear brothers and sisters, I respect your right of self-determination. But we must realize, Chinese like myself, let's join hands, walk side by side, the shoulder to shoulder future. Free Eastern Turkestan! Free Eastern Turkestan! Thank you, brothers and sisters. today being here in Uyghur? Bugün biz Washington'un paytaxtidagi Xitoy elchixonasining oldiga kelib, keng ko'lamda dag'dug'iliq namoyish qilishimiz sabab 4 yilning oldida, ya'ni 2009-yili 7-oyning 5-kuni Sharq Turkistonning poytaxti bo'lgan Ürümchida Uyg'urlar tinchlik namoyish qilib, 6-oyning 26-sidagi Guangdong Shogun voqeasida Xitoy hukumatidan ham qisqasi Nurbakri hukumatidan tinchlik holda bir javob berishini so'rash uchun tinchlik bilan namoyish chiqqan vaqtida Xitoy hukumati qattiq
Ağır tipdeki tanklar bilan Uyg'urlarni qattiq qonliq bostırganligi uchun shuning biz bugun Washingtonning poytaxtidagi Xitoyning bosh elchixonasi oldiga kelib namoyish qilyapmiz. Bismillahirrahmanirrahim. Başta bütün vatanimizde ölgen şehitlerimizin royuğa Fatiha okuyman. Turmud yatkan qarindoshlarimizningki azap uqubatdan qutulishig'a Alloh taoladan duo qilaman. Xitoylarningki zulmi yetib ashdi. Vatanimiz Sharqiy Turkistonda namoz o'qish, ibodat qilish, yashash imkoniyati qolmadi. Pichoq so'ngakka yetdi. Vatandagi xalqimizning va sirtdagi qarindoshlarimizning birlashib Xitoy ishg'olchilarini vatanimizdan qo'g'dab chiqarishini rijo qilaman va buniga men o'zim tayyorman. Hozir ko'zimizdan yosh oqsa, yuragimizdan qon eqyapti. Biz meshat turib o'zimizning shu xalqimizning tatiyotgan kunlariga noroziligimizni bildiryapmiz. Bizning Uyg'ur xalqimizga erkinlik xohlaymiz biz. Shuni amalga oshirish uchun shu Amerikada yaşayotgan Uyg'urlar mesha kelib, kichkina bo'lsa-ma hassimizni qo'shyapmiz. Aziz vatandagi qarindoshlar, biz har qachon sizlar bilan birga.